yig'ilish qatnashchilari bugun sizlar bilan uchrashgan holda sizlarga bo'ladigan muammolar, aytadigan hujjatlarning turlari, tartiblari, sizlarga bo'ladigan savollar bo'yicha qabul o'tkazamiz. Agar sizlarda qanaqa savol bo'lsa, marhamat bersangizlar biz shunga javob beramiz. Shunga bo'lsa amalga yordam beramiz. Aytmaysiz, koddan aytib ketinglarmi? Hozir bizlarda asosan aylanma mablag'lar to'ldirish uchun 18 oyga 25 oydan kreditlar ajratyapmiz. 312 qaror asosida. Bundan tashqari yana aylanma mablag'lar uchun imkoniyat, taraqqiyot, sarmoya, overdraft deydi hozir 2 oydan bo'yicha ajratilyapti. Jismoniy shaxslarga ipoteka, avtokreditlar, mikroqarzlar, ta'lim kreditlari, overdraft kreditlari bor. Shular bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol o'rganamiz. Avtokreditga ega bo'ldim. Qanday maqsad bo'ladi? Avtokredit qaysi birlamchimi, ikkilamchimi? Ikkilamchida. Ikkilamchi bo'lsa, ikkilamchi 4 yil muddatga ta'minotga qilsangiz 30% qo'ysangiz, 25% pul beramiz. Ishlab chiqarilgan 5 yildan oshmagan bo'lishi kerak avtomashinani. Hozir o'qigansizmi hujjatlar? Bo'ldi, hozir o'qiyamiz, qolgan bilan gaplashib, men o'qisa bo'ladi. Qanday masalasi yo'q. Kimda qanaqa savol bo'lsa bersa bo'ladi. O'zi band qilgan ishlamaydigan xodimlarga, ishlamaydigan fuqarolarga ham o'zi band qilish uchun avtokredit berilyapti. 25% bilan 4 yil muddatga o'sha hisoblangan shart talab qilinmaydi. Masalan, siz ta'minotga shart qilasiz-ku, ishlamaganlarga shart talab qilinmaydi. O'zini band qiladi. Aylanma mablag' to'ldirish uchun hozir yana ustiga kredit olsam bo'ladi. Zalog bo'lsa bo'ladi. Zalog bilan bo'ladimi? Yana qo'shimcha zalog qo'yiladimi yoki zalogga o'zi qo'yiladi? Yo'q, qo'shimcha zalog yetmaydi, zalog yetkinchi berilgan. Yetkinchi bezalog bo'laman desangiz bo'ladi. Bo'laman desangiz bo'ladi. Mumkin 5 yil.